ustoz. Ustoz. Assalomu alaykum ustoz. Alaykum. Bu yerda nima qo'yib turibsiz ustoz? Ichki xotirjamlik. Men kecha masalada oldingizga kelgandim. Kecha iltimosimiz nima bo'ldi? O'ylab ko'rdingizmi? Men roziman. Faqat bitta shartim bor. Soat 5 da fillar qabristonida kutaman, janingni olib kel. Va jiya. Olavek. Jiyan. Jiyan. Assalomu alaykum. Tog'a yaxshimisiz? Jiyan yaxshimisan? Charchamayapsan? Zo'rmisan? Ustoz Shavling Roho bilan gaplashdim kecha masalada. Sizni ham ishdan qoldirdimi yaxshi? Yo'q, sizlar qanchalik mustahkam bo'lsanglar biz baxtli bizlar. Shunga oldiga borishimiz kerak, faqat bir shartim bor, sizlarni fillar qabristonida kutaman dedi. Xohlagan shartga tayyorman. Qachon qayerga boramiz? Hozir boramiz, fillar qabristoniga borishimiz kerak. Lokatsiya tashlab bergan. Ketdik. Mana shu dungdan o'tsak, fillar qabristoni. Siz ham 5 minut dam oling. Qana qarang. Buva nima qilar ekan bu yerlarda buncha? Bu inson yer yuzini ko'rganda umuman qishloqqa tushmaydi. Shu mana shu tog'a toshlarga hayoti bitilgan. Yoshlar nechida deysiz yoqda? Endi meni bilishim bo'yicha shu timsohlar bilan dinozavrlar borda inson qatori qirilib ketdi o'ylayman. Yetay deb qoldik. Tog'a, boraylik tezroq. Tur, boraylik. Ustoz! Ustoz! Yaxshimisiz? Alaykum. Assalomu alaykum ustoz. Alaykum. Ustoz jiyanni olib keldim sizni oldingizga. Kechagi masaladagi ko'rishgan jiyanimiz. Sizni oldingizga kelish ham juda bir mushkul ekan. Ular vodiysidan o'tib, keyingisi fillar qabristoni ekan. Charchab ketdik keyinchi. Xuddi shunday. Sizni mana mashg'ulotlaringiz qaysi tartibda o'tadi? Shahar zallaridan, kachkalardan nima farqi bor? Hozir zamon rivojlanib ketdi-ku ustoz. Buyuk uy ta'limotiga unaqa zallar to'g'ri kelmaydi. Shug'ullanishingdan maqsading nima? Birinchi maqsadim shug'ullanishdan o'sha shaharlik oliftani yaxshilab aqlni kirgizib qo'yish. So'nggi 40 yillikda shogird olmaganman, maqsading qasos bo'lsa sanam kerak emassan. Ustoz bo'lmasa sizga jiyan omonat. Yaxshi shug'ullantirib, formaga kirgizib berishni xohlayman. Charchamang. Shogird, mana Chamoq tepa qirini ko'ryapsanmi? Shu yerga bir chiqib tush, keyin davom ettiramiz. Xo'p bo'ladi, ustoz.